Uyda qora tovuqning tuxumlari 160 ta bo'lib ketibdi-da. Tovuqlar ko'rki bo'lmayapti. Bir ikkita akalarning gapiga kirib, inkubator olib keldik. 200 taligidan. $200 inkubator, 160 ta tuxum. Tomosha qilib tursanglar, 21 kunda ko'ramiz nima bo'lishini. Oy, buni yig'ish kerak ekan endi. Billa bo'lib turinglar, natijani billa kuzatamiz. Korobkaning ichidan shunaqa narsa chiqar ekan. Suv quyib qo'yar ekan bunga. Bu yana bitta zapas. 12 volt kabel. 220 kabel. Tuxumlarga suv sepib turishi kerak ekan. Suv sepgani idishcha. Bu yana pompasi suv haydagani. Tuxumlarni tekshirgani jo'jalarni ko'rgani fonara bo'lar ekan. Batareya qo'yib yoqib ko'ramiz. Fik. Mana shu yerga suv haydab turar ekan bu bilan. Namlikda ushlab turgani qo'shimcha pompa motorchiga bor ekan. Bochkachasiga suv quyish kerak ekan, motorchiga yog'lab qo'yish kerak ekan uni. Zapravkasi bor. Tokka suqqani tayyor. Bismillah. Ishladi. Tovuq tuxumini rejimida ekan. Kitobini bitta bossa, bosib tursa, o'rdakka, g'ozga, kaptarga, toshbaqa ilonni tuxumlariga o'tib ketar ekan shu bilan. Issiqni boshqarish paneli bo'lsa kerak, tepaga pastga, bu lampochka. O'zi ekan bu. Jo'jani holatini bilib turgani. Ko'zni yomoqlar ekan. Tuxumlarimizni teramiz endi. 160 bitta tuxum. 12 ta katta ham tovuq tuxumi. Qop-qora tovuqlar hammasi. Xo'p, buni tuxum qo'yib ishlatishdan oldin 12 soat oldinroq yoqib qo'yish kerak ekan. Ichkaridagi namligi, boshqalarida datchiklari hammasi bir me'yorda ishlab olar ekan. Bu yerda hozir ko'rinmayapti-da. 37.9 gradus 48% namlik. Namlik qurib ketib qolsa, mayda uni tomchilar avtomat qo'shilar ekan. U motorchasi suvni haydab namlikni ko'tarib berar ekanda buniki. Hozircha issiqligi yaxshi, anchagina ko'tarilibdi. U birinchi kun ertadan kunini qaytarib ishni boshlaymiz-da.